Yana bir iqtidorli qizimiz haqida gapirmoqchiman. Marjona Yoqubjonova hozirda O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida tahsil oladi. Marjona hali endigina birinchi bosqichda o'qisa-da, bir nechta kitoblar va ilmiy to'plamlar muallifi. Qat'iy maqsadlar va qadamlar bilan kelajak sari odimlayotgan qizlarimizdan. Sohaning yetuk mutaxassisi bo'lib yetishishni va ustoz jurnalistlar kabi o'z so'zi va qalamiga ega bo'lishni niyat qilgan. Insonni muhit o'zgartiradi. Bizga shunday sharoitlar yaratganki, biz o'zimizni jurnalist sifatida tasavvur qilamiz va bizning universitetda shunday loyihalar mavjud. Yoshlar ishlari agentligi va O'zbekiston, xalqaro va boshqa millat vakillari deyarli har kuni tashrif buyurishadi va biz amalda ulardan intervyular olamiz, reportajlar tayyorlab boramiz. Bu esa qaysidir ma'noda yetuk kadrlar yaratishga hissa qo'shadi albatta. Yaxshi domlalar va o'qituvchilardan faqatgina yaxshi izlar qoladi. Misol uchun Halim Saidov. Ular dars o'tishlari shu darajada esda qolarliki, har bitta bitirayotgan talaba albatta Halim Saidovning oldidan o'tadi va ularning oq fotihalarini olgan holatda ishlar boshlaydilar. Marjona Yoqubjonova Toshkent viloyatining Angren shahrida tug'ilib voyaga yetgan. Dastlab tumandagi ixtisoslashtirilgan maktabda tahsil olgan qizimiz hozirda O'zbekiston Jurnalistika va ommaviy kommunikatsiyalar universitetida grant asosida tahsil olmoqda. Sportning kurash, taekvondo yo'nalishlarida qora belbog' sohibasi va hozirda qilichbozlik bilan ham shug'ullanib kelmoqda. Shu vaqtga qadar bir nechta she'r va hikoyalari respublika gazeta, jurnallarida chop etilgan. O'zining faolligi va izlanuvchanligi bilan ustozlar e'tiboriga tushgan. Ekologiya, kitobxonlik va jadid bobolarimiz hayotini o'rganish bo'yicha bir qancha tashabbus va loyihalarni amalga oshirib kelmoqda. Domlalar bizga har doim aytishadiki, jurnalistlar faqatgina kurashadi. Nima uchun? Ma'rifat uchun. Chunki dunyoda oq va qora ranglar mujassam, doimo ular uyg'unlikda ekan, kurashlar olib boriladi. Mana shu o'rtadagi muvozanatni saqlaydigan yagona kasb egalari bular jurnalistlardir. Dadamning bir gaplari bor. Vaqt oldingdan o'tib borar ekan, baribir hisobi bor. Narigi dunyoda javob bor, uyalib qolmaysanmi? Mana shu gaplardan so'ng doimo ichimdan bir narsa o'tadi va har doimdek kurashish. Meni o'g'il qilib tug'sang bo'larkan. Uy tomin boshqatdan yopib berardim. Ishlab, davlat topib hech kim kiymagan asl matolardan topib berardim. Qiz bola palaxmon, birovning xasma, uzoqlarga otilib ketdim. Va'da etilgan o'sha bir xirmon sarx chaqalarga sotilib ketdim. Qara, qolib ketdi-ku qarzlar uzilmay, sen yo'q ostonani yalab yulqadim. Seni sog'insam ham kuchib suyolmay, kimni ona deya tinmay alqadim. To'g'risini aytsam, men Toshkent viloyatidanman. Toshkent shahrida o'qib borar ekanman. Doimo o'qiyotgan paytimda charchadim degim keladi, lekin ota-onamning yuz qiyofalari esimga tushadi. Qizim, senga ishonamiz va Xudodan so'raganim mana shu ishonchni oqlayin, sindirib qo'ymayin degan gaplar. Hayot kitobimni bexos varaqlab, men o'tgan umrga chimmay qo'ydim. Tabassum o'rnida kuldim. Charaqlab, suyish kerak bo'lsa, telbacha suydim. Kiyganim ipakmi, chutmi yoki xob. Yurak boyligidan qilmabman barvo. Meni og'ushlagan hayot naqd oftob. Unda qo'shiqdalar, unda har sabab. Men o'tgan umrga shirmay qo'ydim. Hech kimda ko'rmagan umrimga o'xshash. Suydim, erkalandim, ayrildim, kuydim. Izzat nima bildim? Shuda bir yashash. Yo'nalishlar juda ko'p. Men siyosiy jurnalistlikni tanlaganman hozirgi kunda. Orada tarix bo'yicha ishlar olib bormoqdaman. Bu mening hobbim ham desam bo'ladi. Mening xarakterim shundaydir balkim. Men shunday oddiy yashashni talamayman to'g'risi. Barcha insonlar yashaydi. Siz yashab o'tgan umrni barcha ko'rgan va ular hozir ketishgan to'g'ri, lekin ularning teng yarmini biz eslay olmaymiz chunki izlari qolmagan. Ijodkor sukunatni yaxshi ko'radi ko'p holatlarda. Men tabiat bilan uyg'unlikni yaxshi ko'raman. Men xalqdan olgan yozuvchi O'tkir Hoshimovni tanlagan bo'lar edim.
hamda she'riyat bo'yicha Muhammad Yusuf. O'zim yozgan she'r. Dunyolarga sig'may qolsam gohida, dardim kimga aytish bilmadim onam. Orzularing eslab yig'ladim tongda, sen aytgandek farzand bo'lmadim onam. Xonamni qayg'uga to'ldirib bu kun, qimmat orzularga berilib mana, otamning moliga o'zim shoh tutib, qilgan orzuyimga kerilib mana bu ko'ksimda urmoqda bir tosh, yoru do'stlar bilan ovvora mana, qo'ng'iroq qilibdi sog'inchim aytib, onamni ko'rgani bora olmabman. Kech qolib kelsam uyda gohida, ertaroq kel desa kelolmabman. Yillar bo'yi kutgan intizorimni bir zum sabr qilib kuta olmabman. Har bir istagimning chorasini topgan, menga tosh otganga jonini otgan, dard cheksam o'ltirib yonimda yotgan, bu mening onam, bu mening onam. To'g'risi, maqsadlar ulkan. Albatta, odam bo'lish juda ham qiyin, olim bo'lish oson. Odam bo'lmoqchiman. El yurtga manfaat yetadigan darajada malakali kadr bo'lib, O'zbekistonning yuzini yorug' qilish niyatim bor. Albatta, bu fikrlar yil sayin o'zgarishi mumkin, lekin mana shu maqsad qoladi. Kelajak avlod yashar ekan, kelajakka albatta umidvor bo'ladi. O'tmish o'tdi, kelajak gumon, lekin hozirgi lahza bor. Hozirgi lahza sizning kim bo'lishingizni aniqlab beradi. Azizlar, mana bugun ham o'z mehnati va yutuqlari bilan vatanimiz rivojiga hissa qo'shib kelayotgan va shu orqali yaqinlarini ham xursand qilib kelayotgan yoshlarimiz bilan yaqinroq tanishdik. Ozmi ko'pmi ularning hayotiy hikoyalariga quloq tutdik. Siz ham mana shunday yetakchi yoshlar qatoridamisiz? Unda bizni kuting. Keyingi qahramonimiz aynan siz bo'lishingiz mumkin. Yana Stimulda ko'rishguncha o'zingizni ehtiyot qiling.